Qanchadan ekan shular? Oho, tug'anlar. Assalomu alaykum. Bir qo'zi bor. Bular qo'ylar bu? Qo'ylar ikki tish. Liniya qaysi aka? Grafton qizlari $1000 ekan mana aka. O'ta cho'ng gigantlar ekan aka. Ular qo'zlari bo'lindi. Qo'zlari uyda ekan, bo'linibdi. 4 bosh. Kimde kim alam dese nomer qoldirabizmi onlayn? Aytib qo'yamiz. 0708 26 16 12. Qancha tish dedingiz? 4 tish, 2 tish. 2 tishdan 4 tishgacha ekan, a? Ma'qul aka. Sodangizni bersin, biroq moshni qo'ylar ekan, tug'anlar mana. Mo'xta qara qo'ylar bor ekan. Assalomu alaykum aka. Qanchadan? 37 37. Va alaykum assalom. 37, 36 dan beryapman deydi. Qo'ylar qancha tishdan? Ya. Qancha tish bular? 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish ekan, rahmat. Qancha berib qo'ydingiz aka? Buna 36 ga sotib jo'rdim mana birovni. Qancha beryapsiz? Qancha beryapsiz ekoni? 36 dan beryapman deydi. Shunday deydi tug'anlar anda. Biz menen bo'lib turingizlar. Qo'chqor qancha aka, qo'chqor? Qo'chqorni 50 so'radi. 50 tishichi. 4 tish deydi. Yaxshi. Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, jalpi mal charba ko'rarmandari, salomatsizlarmi? Bugun 25 aprel 2026-yil biz Chuy oblusi Soquluq mal bozori, Soquluq rayoni. Mana Chuy oblusi $1000 dan girib barata. Mal bozorga keldik, tug'anlar sizlarga ko'rgazib beramiz bunday. Qo'ylarning бағаларын, malning bahaсын deganday. Sizlar bayağıdayla bizni qo'llab kanalda bir like bosib ko'rib turingizlar. Anda emese çoğu görmekçiyiz. Bu sırt жағында tug'anlar hozir içine giremiz dostlar. Mana şu жақта da soda bo'lib o'tadi. Onlaylar var ekan, tizib qo'yib. Qo'ylar qanchadan? $1000 bu. Oho, bugun bitile 1000 go ya. Qancha tishteri bular? Qo'zlari menen de var bu. Qo'zlar. Qo'zi qancha? Bular bu qo'zi. Ha, bular qo'zilar ekan tug'anlar mana. $1000 dan deydi. Assalomu alaykum. Qo'chqor qancha? Qo'y bu. Qo'y. Oho, qo'chqorda bo'lgan qo'y ekan. Qancha bas? 5 deb atam. $5000 deydi. Mana razrestleri. Liniyasichi, tishichi? 86 tish deydi. Yaxshi. Mana qo'zili qo'ylar bor ekan bu yerda. Tug'anda. Qo'zili qo'ylar qanchadan? 60 mingdan ekan. Ko'rib dungini. Mana qo'zi. Moshina tushdi. Ketdik do'stlar. Sana girdik anda mesela tug'anlar. 1 AQSh dollari 87 so'm 40 tiyin, 1 rubl 1.14 tiyin. O'zbek so'mi 1000 so'm, 150 ming so'm. Qanchadan aldingiz? 16 urg'achilarmi? Urg'achi mana qo'zilar. Kechki qo'zilar o'xshaydi. 16 mingdan aldim deb bozordan chiqib barata do'stlar. Bunga ishenbi. Mana yakshanba kuni bu yer tonib qoladi. Girgile bo'ladi. Biz sizlarga ko'rgazib beramiz. Bu yerda ne bo'ldi? Aldı bu, satıldı. Qo'zlar adetden 17 mingdan. Enesi menen satdınız. Qanchadan? 35 mingdan. Qancha berib qo'ydingiz? 68. Ekoni 64. Mana. Qo'zulu qo'ylar. Ketdik kecha bir tug'anlar yozib o'tadi. Soda bo'lgan yerda turavermay. Ari beri tirs tartdi. Qancha ekan qo'zingiz? Semiz ekan? 18500. 18500 ga beramiz deydi. Mana addishi. Satıldı bu. Satam bola. Satasizmi? Baykam ko'rib o'tadi deganimda, jivin almashtirib o'tadi. Jivin moshinaga almashtirib o'tadi. Mana jipni shunday qilish kerak, a? Almashtiramiz, aylanadi. O'sha. Mana kerak jip dengiz. Bo'ldi uni. Qanchadan bu qo'zlaring? Va alaykum assalom. Yaxshi. 11,5 dan urg'achi qo'zlar. Urg'achi qo'zlar 11,5 mingdan. Mana. Bozorning giraverishinde turadi mana. Qancha oyliklar? 3 oy. 3 oyliklar ekan. Yemchi uradi. Yem-chöp yeydi. Qanchadan soda bo'ldi? Aytchi. 6 osh bor 10,5 dan beraveram. Qanchadan beraveram? 10,5 mingdan berar ekan. 6 osh bor ekan. Soda bo'lmadi bu. Soda bo'ldi. Qanchadan? 10dan. Rahmat. 10 mingdan berishibdi, berilibdi. Bular qanchadan ular? Aha, bular qo'zlar o'xshaydi. Qanchadan bular? Mana. Bağlarını aytib qo'y.
15.000 düngüne so'rayaptir mana. Urg'achilarmi? Urg'achisi var, uçmalı var. Uçmalı var, urg'achisi var. Bu qo'chqor sotilmaymi? Ha, qo'chqor sotilmaydi. 9-mayda 4 ay oldu. 9-mayda 4 ay bo'ladi. Jengishbek ekanda. Qo'chqor bu Jengishbek ekanda 9-mayda tug'ilibdi. Qancha deysiz? 9-yanvarda tug'ilgan. Ha, yanvar. 9-mayda 4 ay bo'ladi. Qancha so'rayapsiz? 40 so'radim. 40.000 so'rayaptir, Afgan ekan mana. Savdo berdimi bugun? Berdi. Qancha berdi? 26,5 berdi. 26.500 berdi. Qanchaga beraverasiz? Taza 30 olsa berdi. Toza 30 ga bo'lsa beraman deydi mana. Afgan dedingiz-a? Enesi Biri- Afgan, atası Araşan bo'ldi. Ha, atasi Arashan. Enesi Afgan. Nomer aytasizmi? 555 0555 20 20 48 48 60. 60. Kimde shundaylardan izlagan bo'lsa, xayrlingizlar, ha. Anda girdik tug'anlar bozorning ichiga kiraylik. Ushlar qanchadan bo'ldi? 14.500 dan urg'ach erkak. Urg'achchi. Vardı urg'ach kene. Ha, 14.500 dan deydi. Anda nese? Bozorning ichiga kiraylik. Buna tijilib bunday qo'zlar tug'anlar kirgandele. Kimdi kelgan bular? Aka qanday? Qanchadan baholarini aytasizmi? Bağları He. Bağlarini. Bularga vitamin yetishmaydigan jinlar deyapti. He. Qanchadan bo'ladi ekan? Baholarini aytamiz. Bağları Cho'ng gene? 17'den. 17 dan deydi. Ha, 17 dan. Jinlarni deyapti. Assalomu alaykum aka. Qanday? Qanchadan qozlar? 20 dan. Mana qozlar. 20 dan. Mana qozlar. Oy, bu qozlar o'ta ko'p qolmoqda. Oy, qanchadan bu valla? Jigit. Kuruk bu. Düğünü 11,5 mingden. Urg'ach erkek. Aralash. Qancha aylıklar? 2 aylıklar ekan mana. Soquluq mal bozorida. Tug'anlar. Qaysi savdo bo'ladi, tug'an? 75. Qaysi? Ha, yo'q, sırada. Qancha bu? 75 so'radi. 75 tishi qancha? 4 diş sayat. 4 tish, 2 tishdan 4 tish, ha? To'g'ri. Cho'ng kene. 70 deysizmi? 75 sırada. 75 ming so'radi. Savdo qanchaga cheyin bo'ldi? 55 berişti. 55 mingga berib 55 berdingiz. 45 berip atacak. 55-45 beryaptir mana. Buna Bayken tartib koyumuz. Siz savdo qilyapsizmi? Aldı. Qanchaga aldingiz shuni? Aytingizchi. 33. 33 ga. Buyursin, qo'y bu? Koy. Qancha tish ekan? Qaradingizmi? Ha, tish 8 tish, ha. Buyursin. 6 diyeceğiz belki. 8 6dan 8 ga buyruqlar mana. Yaxshi. Bu nomer aytib qo'ymaysizmi? Shunday alam deganlar bo'lsa. 220 0220 mana 41 41 18 18 49 75 ming. sırada. So'rayapti, tushirib beradi. Ma'qul. Tug'anlar mana bozor. Echki uloqlar qanchadan? Bayka. Eski ulakta He, bak. aldı. Ulağı menen 12 bin. 12 mingdan uloqlari menen, he. Uloq chevishterchi? 7 bin deyin 8 7 bin ming, argın. 8 ming arganda. Ulaktar 4 bin 3 bin. Savdo bo'ldi bayka? Canlı'yla Жаңылы keldingiz. Savdangizni bersin, he? Savdangizni bersin. Ha biri öttü mü? Qaysi? Qanchaga ketdi ushul? Bu 12 bin. 12 mingga maloshni. Ushul bo'lsa bu. Neyin bu olsun? Onu erta qaçib qoldi-a? Neyse süt batında da. Süt bag'itida mana bo'g'iz ekan ushul. Uloqqa bunimiz. Ulağı ne? Maloçlu. Maloshni farad ekan, ha. Aha, savdangizni bersin bayka. Şu gitti. Buyursa. Assalomu alaykum. Bu qo'chqor qancha ekan? Qalbek. Qalvar ekan bu yerda. Mana 40 so'rayapsiz. Tishichi? 2 tish. 2 tish ekan. 40 ming so'rayapti mana. Quyruqlarini ko'rsatib qo'ying. Bu Don Qabar degan YouTube kanal. Qanchaga berib berdingiz bayka? Savdo bo'ldimi? 36.500 verdi. 36.500 ga berilibdi. Qanchaga berasiz ham o'shanda? Bozor chechib qo'yib turdi biraz, ha? 38 bo'lsa. 38 ming bo'lsa berasiz. Ha, maşallah. Mana savdangizni bersin. Nomer qoldirib qo'ysangiz bo'ladi. Bir o'ylab. Bir öyle olsun. Bir öyle. Ma'qul. Savdangizni bersin. Ya. Valyuta, kurs valyut. But. Ha, rahmat. Xizmatda olsun. Bayka. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanchadan bularsiz? Qancha? 25 dan. Bular qo'y bu. Qo'chqor ekan, ha? Ta. Mo qo'y ekan. Bu ne? Bular qo'chqor ekan. Bu qichmal bu. Qichmal ekan, ha? Mana semiz ekan. Ushuni qanchaga berib berdingiz? 23 ga. Yaxshi. 23 mingga berilibdi.
Sodаңızды bersin bayke. Mana soquluqda bir görünüş tuğanda. Gün ayabay ıssık. Abaray жақсы. Qarasam munda mayda qozlar бар ekan. Biroq bular былтырқылар. Qanchadan ekan бағалары? 85. Bardығы bu. 5 baş 85 min deydi. Qancha minge berib ediniz? 76 minge berilip etdi. 5 baş. Mынандай болған. Şunda turganda. Ketdiganda biz menen bolup turumuzda. Мындай дыйкандардыкын тарта беребиz. Qanchadan ekan no'lar? 20 mingden qo'chqorlar ekan, ha? Soyishqa bo'ladimi? Mo yaxshiroq semiz ekan, ha. Qanchadan savdo bo'ldi? 17,5 berib edingmi? Qanchadan beraverasың? 18,5. 17,5 mingden berilib ettir mana. 18,5 dan bo'lsa beraveremin deydi. Buna qozulu qo'y qancha ekan? Этот месяц 27, ой, 28. 28 ming ekan. Qozulu qo'y 28 ming deydi. Mana bozorning ko'rinishi, moyoq degan chilaq. Soquluq mal bozori. Yuringizlar anda men dağa aylantirib ko'rsatayin. Tuğanlar qana savdo bo'lib o'tadi bu yerdan. Ne bo'lib o'tadi? Assalomu alaykum. Baykeler, qo'chqorlar qanchadan bo'lib o'tadi? Bayka siz tarttınız, что-то He. çıkmadı. Qachon? Прошлый неделе. Çok chiqadi bizda har doim 2 kanalga chiqadi. Biro'ni ko'rgan bo'lish keraksiz. Biro'ni ko'rib olsangiz kerak. Qancha bu? Soqluq mal bozor sizniki de. Yo'q, yo'q. Ha, meniki emas al. Meniki emas. Al, bozor olami degan bola. Bizdiki don qabar degan. Bahasini aytib qo'yamiz. 5.000 dolar. 5 ming dollar. Tishichi? 7 ay. 7 oylik qo'zi mana. 5 ming dollar deydi. Liniyachi? Landras. Landras deydi. Mana quyruqlarini ko'rsatayin. 5 ming dollar. Bo'yi qancha chiqadi buning? 93. Razres da kansa ekan, До конца. Mana 93 bo'yi. Bu savdo bo'ldi bozorda. Qanchaga? 3200 lira. 3200 ga berib edingiz. 3200. 3200 dollarga berib edingiz. Mana ki, kaştaklarning qarangizda. Bugun ko'ringiz, Don Qabar degan kanalga kirib chiqaramiz biz. Qaltirbaymiz tuğanlar. Negizi bozorda, Soquluq mal bozorda 2 jigit ishtaydi sizlar uchun xizmatda. Birөө bozor alami, birөө biz tuğanlar. YouTube'dan ko'rsangizlar Takay uzun videolar bo'ladi YouTube'da. TikTok, Instagram kороткий 2-3 minut, 4 minutga chayin boradi. Biz degan 18 minut, 15 minutga chayin tartamiz. Qo'ldan kelishincha aralab. Mana süt bag'itni echkilar. Baykemiz. Assalomu alaykum bayke. Qandaysiz? Sizga kelib qoldimmi? Mana baykelarning, baykemning echkilari son ekan degan. Yaxshi. Va alaykum assalom. Yaxshi degandan o'tgan kun chiqarilishda bayke yaxshi bo'libdi deb chalyapsiz. Mashallah. Bu бағаларын aytib qo'yingizchi. 30 ming arka 40 ming to'yinda. Bu 40 ming to'yinda qolib turadi. Jelin ne deydi bayka, jelin? Mana ki. Qancha litrdan beradi bular? Bunda tuğ qolat. Buyursa bir egistiyapti bundaylar, ha, negizi. Mana ki. Bir ikki kunda tuğ qolat deydi. Qancha baş bugun? Buchi? Bu birovniki. Birovniki. Nomer dag'alli aytib qo'yavering senda, alam deganlar bo'lib qolsa. 776 0776 78 78 0004. 0004. Rahmat. Xayrli ko'ringizlar mana. Süt, süt bag'itindagi echkilar. Bunday qo'zlar bor ekan, mana baykemda da qo'zlar bor ekan, bir xil. Bayke, assalomu alaykum. Бағалары qanchadan qo'zlarning? 12.500 dan so'ralyapti mana. Qo'zlar. Urg'achi erkak qanday? Arg'arlash deydi. Mana. Birasdan keyin hemen bular shular satila boshlaydi tuğanlar. Bölet. Mana shunday do'stlar, tuğanlar Soquluq mal bozoridan ko'rib yatasizlar. Sizlar qaysi jaqdan ko'rasizlar? Jaza ketingizlar. Erten qaysi jaqda tartali, misol uchun Kemin deveji Soquluqda bor tuğanlar. Yazib ko'ringizlar. Assalomu alaykum. Qozulu qo'y qancha бағасы bayke? 35. Tishichi qo'ydin. 4 yosh ekan, ha? Qo'zi erkakmi? Erkak. Ushul qanchaga chayin bo'ldi savdo bayke? 30 ga bermedingiz. 30 ga bermedim deydi. Mana bu yerda bor ekan qo'zilar. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayke? Yaxshisizmi? Bu qo'zilar sizniki? 12 mingdan? 12 ga buni. Buni birov ekan, 12 ming. Erkak qo'zi. Erkak qo'zi. Bag'lan qo'zi. Bag'lan. Ular 17 dan. 17 dan. 35 ga chayin. 35 mingga chayin mana cho'nda. 5 dan 15 var optim bu. Optimga. Qo'zi. Mo'g'larchi jun olingan sizniki? Ha, bular Qancha?
30 mingdan ekan mana. 30'dan He. o 27'den. Bu 27 ekan mo'g'a. Bular tish soyla kozlar. Tish soylik. 1 yaşar, 2 yaşar. Mana. Baykemde har doim shul joyda bo'ladi. Nomer qoldirib qo'yamiz, bayke. 500, 0530 qanday? 500, 0530 30, 30 33. 33. Bayke mom Qarabalta. Bayke momday qozlarni qaysi vaqtda olish kerak sezon? Buni ayta olasizmi? Bozorda yurasiz har doim. Hozir ham bular sütler yem çöp jeb qolgan vaqtda ajratib olsa bo'ladi. Ha, jem çöp, jeb o'zuncha emetib qolganda olish kerak, a? Maydalari o'lib taqashi mumkin, a? Algan süt berish. berib qarash kerak, qarov kerak. Qarov kerak, a? Yaxshilab, a? Ular spokойно, mana hozir nesi maramaydi. Spokойно yem çöp ichsa Bu bo'lindi jem çöp jeydi. yem çöp spokойно. Ha, yaxshi, bayke. Sodangizni bersin, a? Bozor qanday? Bu mal asqi bugun. Qimmat tashadi. Qimmat deyapti-ku. Men arzon beraman. Siz arzon berasiz? Bo'ldi, arzon bering shunda. Elga arzon degandek. Qana bayke, aytib ketang. Assalomu alaykum bayke. Qandaysiz? Den sog'lig'ingiz yaxshi? Qo'chqor bu. Maşallah, mana qo'chqor. Tishichi? Tişi bana, bozu tiş. Qo'zi tish jaralak. Tiş carılek. Ha, mana bo'ldi. Mana qo'zi tish qancha so'rayotasiz? 60 lira adam. 60 ming so'm so'rayotadi bayke mana. Qo'zi qo'chqor. Bu kuzunda jaraymi? Carayet de bulayım buna. Bunaki, he? O, carayet. Mana baykemde mal qilganga ekan. Kuyruktu, tart kuyruktu. Mana quyruq. Qaysi kanal? Bu Don Xabar degan YouTube kanal. Mana qo'chqor. Qanchaga savdo bo'ldi bayke? Soda 42'ye soda olup da berbeytam. 42 ga. He. Qanchaga berasem? Berayotgan jeringiz Bere turgan oymuş. 50 bolsa 50 bo'lsa beraveraman deydi, bayke. Munaki. Nemechi nomer aytib qo'yasizmi? Nomer aytam. Aytыңыз, balkim alamda qolsa. 509 menen. 059 menen. 960. 960 7. 967. 966. 966. Aha. Panfilovka'da turan. Panfilovka'da ma'qul bayke. Mana shunda. Mana qara qo'ylar bor ekan. Monday qo'zlar meni. Qanchadan bular, inim? Var mı 45'ten sonra? 45 dan. Ene ola. Qo'zuli qo'ylar, deymi? Tishlarichi? Tişleri var 6 tişler. 6 tishlar. Qanchadan savdo bo'ldi? Bering. Inim semiz ekan, a? Har birimbe. Yine qo'zlar menen 41 mingdan berilibdi. Qo'zlar urg'ach erkak. Mana erkak ekan. Biri urg'ach, biri erkak. Mana. Shunday. Ma'qul, savdoңni bersin. Tuğanlar, qana savdo bo'lgan yerlardan ko'raylik desam. Voy, tart. Qanchadan? Assalomu alaykum. Qanday do'stim? Yaxshi. Va alaykum assalom. Baraka qilavizmi? 40-35. 35 mingdan qo'chqorlar bu. Qo'chqor buna Buriya Arashan. Buri Arashan. Buni qancha? Bu kelet. 35 ming qarachi? Qara qo'chqor 35. 35 mi? 35 mingdan deydi bunda. Yaxshi, ketdik. Buni qo'zuli qo'ylar qanchadan? Egisi qo'ysa non. Egis buni qo'y. Qanchadan? 45 lira tam. 45. Qo'zlar urg'ach erkak? Erkak o'tangmi? Oho, kuzindali. Bu yus aqtay turgandan qo'y qancha tish? Qirtag'ana o'xshaydi? 8 tish bo'lib qoldi dek. Ularning qanchadan? 29 dan. Bo'z bu qisir bu, so'yg'onga bu. So'yg'onga 29 dan deydi. Rahmat. Ketdik turganda dag'i. Bu yoqda bir qo'y. Buna qo'y qarang. Zara jelin. Qo'y qancha ekan qo'zuli qo'y? 60 sizniki? Egismi mo'g'o? Ucho'ting buldaqda da bor. Oho. Qo'ylar qancha tishdir? 6 tishdir. Mo jelin qancha etmayki? İşteymi bu? Ya. Buldagini to'ldi. Egismi buldag'i? Egisi. Bir egis tuğup turdi. Urg'ash. 3 qo'yingizdan egis tuğgan. Maşallah. Tishleri qanday qo'ylarning? 6 tishleri. Online satasizmi? Satıyoruz. Aytib qo'yingiz nomerlaringiz. Nomeringiz 0703 13 20 97 mana. Egizlar ekan. To'g'anda uyda da bormi? Ha, uyda da bor ekan. Baykem qaysi rayondasiz? Qarabalta. Jayil rayoni Qarabaltadagi. 3 bosh egiz. Ma'qul bayke. Do'stlar, shunday. Biz meni bo'lingizlar har doim ko'rgazib berib turamiz. Xato kamchilik bo'lsa oldin ola kechirim so'raymiz. Yaxshi like, yaxshi bo'lsa dislike bossangizlar da bo'ladi. Biz xafa bo'lmaymiz. Qancha berib qo'ydingiz shuga? 23 ming 25 ga ketyapti. 23 ming. Ha, 23.500 ekan, kechirasiz. Semiz ekan-a? 23.500 ga ketyapti deydi, olib qo'ydi o'xshaydi.
Ушундай достор, туугандар. Эми бодого өтөлү. Бододон bir görünüşte de kılabız. Birisi tartabız bodo mallardı. Etap menен çıkarabız. Girip görüңүздөр kanalga. Ayke kandaysız? Kançadan kozulu koyuyorsunuz? 35'ten ne? 35'ten ne? Dişleri Canı tuttu. Arı eken he? 35'ten deydi. Kançak mı? Canı birinci tuttu. İki dişleri okşaydı. Ama kozu жақсы düştü. Mına sokuluktun bir görünüşü. Görünüzler. Alısta жүрген mekendeşler. Şunday.